Xolis eslatma. Namoz paytidagi xotirjamlik. Namozga qiyom turganda namozxon fikr xayolini bir joyga jamlab, xotirjam holda Allohga yuzlanishi xushuga sabab bo'ladigan fazilatdir. Ayrim hollarda namozxonlar o'rtasida shunday holatni kuzatamizki, ular namozni shoshma-shosharlik bilan o'qib tugatishga harakat qiladilar. Xotirjamlik bilan o'qilmagan bunday namozning qabul bo'lishi gumonligi haqida Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan mazmunan quyidagi hadis keltirilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kishi masjidga kirib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidning chekkasida o'tirgan edilar. U kishi namoz o'qidi-da, kelib u zotga salom berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga: "Senga ham salom bo'lsin. Qaytib borib namoz o'qi. Sen namoz o'qiganing yo'q", dedilar. U yana namoz o'qidi-da, kelib salom berdi. "Senga ham salom bo'lsin. Qaytib borib boshqatdan o'qi. Sen namoz o'qiganing yo'q", dedilar. U namoz o'qidi-da, kelib salom berdi. U zot sallallohu alayhi va sallam: "Senga ham salom bo'lsin. Qaytib borib boshqatdan o'qi. Sen namoz o'qiganing yo'q", dedilar. Shunda haligi kishi: "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, bundan boshqacha chiroyli o'qiy olmayman. Menga o'rgating", dedi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Namozga turganingda takbir ayt. So'ng Qur'ondan o'zingga oson bo'lganini, ya'ni oyat yoki surani o'qi. So'ng xotirjamlik bilan shoshilmasdan ruku qil. So'ng qiyomga tik tur. So'ng xotirjamlik bilan sajda qil. So'ng sajdadan turib xotirjam o'tir. So'ng yana xotirjam sajda qil. So'ng namozlaringning hammasida, ya'ni boshqa rakatlarda ham xuddi shunday qilgin", dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyati.